Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Qadrli Pidayla ekranınki ko'rmanlari hammalarninki ro'za Ramazonlar muborak bo'lsin. Mushu vaqtinglar bo'ludiki, vaqtinglar har vaqtinglar xushallikqa to'lsin. Bugungi Qur'ondan nazar programmamizninki 89-qismi monopol qilingan til degan temaga keldik. Assalomu alaykum ustoz, assalomu alaykum Ahmedjon qarindishimiz. Hamma yaxshi turdingmi? Aleyküm selam ve rahmetullah. Qanday ahvallar yetishmatullama? Yaxshi. Bugun shu monopol qilingan til degan haq monopolni bak jiq bo'lib ketdimi dedi, lekin shunda bo'lsa-mu bak jiq narsamiz monopol qilinibdi ekan. Bugun ham shu tilga keldik. Qisqacha bir nimasini o'qib o'tay. Monopol qilingan tilda til kishilik aloqadagi muhim qurol. O bir millatning milliy kimligini belgilaydigan omillardan biri. Shundaqla bir millatning saposi, madaniyati va kültürünün qimmatini namoyon qiladigan omillardir. Ammo til xususiyat va alohidagi jihatdan asosan o'xshashdir. Uni farqlantirayotgani ishlatguchi, hokimiyat va xalqning quvvatidir. Ammo Uyg'ur jamiyatida tillarga farqli qarashlar mavjud. Bo'libmi, arab tiliga nisbatan favqulodda ulug'lash odatga aylangan. Arabcha yozilgan bir parchani ko'rsa, Qur'onga o'xshatib maxsus dafni qiladigan, dastlab qolmasin deb ehtiyot qiladigan darajada sezgur. Shundaqla ko'nlarda arab tili shikar til, faris tili hasal til, turkiy tili hunar til deydigan maqol tamsilmi bor. Bugungi chunki bu tillar tarixda ana shunday baholarga munosib rollarni o'ynagan. Lekin bugun ishlar boshqacha. Ammo xalqimiz yana shu ko'ni tushunchalarning asoratidan bo'g'ilmoqda, qutulolmayapti. Bo'libmi, arab tilini dinning fojisi va hatto qiyomat kunidagi Alloh tili deydigan, ya'ni jannat tili deydigan safsatlarni ko'tarib yuradigan dinchilarning ziyonkashligi xeli ig'ir. Xalqimizning til haqidagi tushunchalarini to'g'irlash maqsadida Qur'ondan nazar programmasininki bugungi 89-sonida qani ustoz Qur'on bu til to'g'riliq nima deydi? Bizga bir suhbatlarni taqdim qilib bergan bo'lsalar. Rahmat. Assalamu aleykum. Dünyada kaç yerleri görmetli qarindoshlar. Hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Alaykum assalom. Biz yuqorida nurg'un o'z sohada to'xtaldik. Endi monopol qilingan tarafi degandek, Abdulaziz qarindishimiz degandek, bu bizniki jiq taraflarimiz, masal madaniyatimiz, urf-odatimiz, tilimiz, hattoki milliy kimligimizniki nurg'un qismlari shu monopol qilingan bo'lg'achqa, buni hammasini bir qatimda so'zlab olsak ham bo'ladi, ammo ayirib so'zlashni muvofiq ko'rdik. Shuning uchun bugun monopol qilingan til degan mavzuga keldik. Shuni o'zi biroz xalqimiz bilan o'rtoqlashaylik deb. Endi bizda diqqat qilmagan odamlar tilniki monopol qilingan taraflarni ko'p sezmaydi. Chunki o'zi o sohada to'xtalmagandan keyin mening tilim nega ketyapti degan bundaq bir narsa tuyg'u bo'lmagandan keyin, uni his qilmagandan keyin o sohada to'xtalmagan insonlarga o tilning monopol qilinish millatniki milliy, ya'ni til sistemasidan boshqa bir tarafga qayib ketayotganligi yoki o'z tilniki 2-chi, 3-chi, 4-chi o'ringa tushib qolib, boshqa tillar 1-chi o'rinda bahoga egayotgan bundaq ishlarning o'zini his qilmaganligi uchun millatimiz bu sohada nihoyatda o'zi bexabar desak ham bo'ladi yoki bexud desak ham bo'ladi. Shu sababdan tilniki monopol qilinishi, qanday monopol qilingan tilimiz misol
degan bir mavzuda to'xtalishga to'g'ri keldi. Tilniki monopol qilinishi asosan boshqa millatning tilini alohida bilish. Boshqa millatniki tili qaltis bir til. Baya Abdulaziz qarindishimiz degandek, arab tili shakar til, fors tili hasal til, bizning tilimiz dehqon tili degan yerga akilib, hunar tili, kasb tili degandek har xil nom bilan atab, o'zimiznikini bir dehqon tili qilib olib, boshqalarniki tilni alohida ko'tarib, uningdagi millatni davomli shu xalqning tilini o'rganishga targ'ib qildigan mundaq bir o'zi shu tilni o'rgansa jannat kirdigan, shu tilni o'rgangan vaqtida nijot topadigan, mushundaq narsalarni bozorga solib, hatto savob bo'ladigan, ash tilni o'rgansa nihoyat to'g'ri bo'ladigan, mushundaq shakldagi safsatlarni setish orqali millatni qaymoqtirish nihoyat ig'ir bo'lgan bizniki millatimizniki ichida hala hozirgachilik shu ishlar mavjud. Misol arabcha o'rgangan odamlarga arab tilini kichkina u bir masalani hal qilish ayrı qilib qolsin. Kichkina bir o'zi 4 og'iz gapni bilgan bir arabcha gapni bilgan bir odamnimi millatning ichida hurmat qiladigan misol. Bu degani olim deb o'ltirib, hech qanday po'qning pupiga nima desa o'sruq deyolmaydigan bir odamni akilib, u yerdalikı olim qilib oldigan. Bundaq ishlar bizda nihoyat ig'ir. Bu nima sababdan bo'lgan degan vaqtida o'znikini o'z qadrlamaslik, o'zining tiliniki qadr qimmatiga yetmaslik, uniki fasohat balog'atini o'zi surishti qilmaslik, qanchalik o'z fasohatli bir til ekanligini his qilmaslik va boshqa til kelgan chog'da uning o'zini alohida til deb hisoblab olish. Yani bu o'zi nihoyat o'zi bizning tilimizniki bir keraksiz bir til bo'lib qolgandek misol. Shunday bir holatni shakllantirishga eng cho'ng o'z turtki bo'lgan, ya'ni bizniki tilimizniki monopol qilinishiga eng asosli sabab bo'lgan narsaning birisi. Yana o'zi rivoyatlarda arablik shu Sahih Buxoriy, Sahih Muslim deymiz, shu kitoblarda bor bu narsa. Ta'allimul arabiyyata va allimuhan nasa fa innahu lisanullohi azza va jalla yawmal qiyamah degan bir rivoyat bor. Arabchani o'rganinglar va boshqalarga o'rgatinglar. Nima uchun degan vaqtda? Chunki u Alloh taolo qiyomat kunisi insonlarga so'zlaydigan tilmish endi. Alloh taolo shu vaqtda arabmamdi. Bu Qur'on tushishdan burun Tavrat, Injil va boshqa nurg'un kitoblar dunyodagi boshqa payg'ambarlarga tushgan. Va u kitoblar boshqa bir tilda tushgan misollar. Ham u til degan vaqtida ham Qur'on tushgandan keyin arab tili ulug' bo'lib qolgan, Qur'on tushmasdi degan vaqtida uni ham nima deymiz vaqtida. Misolda. Demak bu yerda tilniki hech qanday o'zi ulug' yoki ulug' emas degan bir narsa yo'q. Shuning uchun bu yerda arablar boshqa millatlarning o'zini monopol qilish uchun, assimilyatsiya qilish uchun, yo'q qilish uchun orallarida. Uni tamoman assimilyatsiya qilib arablashtirib o'tish uchun shu zamonlarda ashundaq rivoyatlarning o'zini to'qib chiqqan. Arabchani o'rganinglar va boshqalarga o'rgatinglar. Nima uchun degan vaqtda? Chunki u qiyomat kunisi Alloh taolo insonlarga so'zlaydigan til. Deb o'zi insonlarga ashuni deyish orqali boshqalarni assimilyatsiya qilishni bir o'zi asos qilib olgan. Ya'ni buni din bilan yani dahi o nurg'un rivoyatlar var. Ashundaq arabchani o'rgan savob bo'ldigan to'g'riliq rivoyatlar var. Savob bo'ldi. Allohning tili jannat kirgan chog'da Alloh taolo insonlarga arabcha so'zlaydi. Hamda o'zini arablar ashada Xudo degan biz deb bo'lanmay, ashundaq o'z gaplarni to'qib chiqish orqali millatlarni, boshqa millatlarning o'zini o'ziga cho'qindirish, o'ziga qul qilish va u millatlarning o'zini oxirga berib assimilyatsiya qilib yo'q qilish uchun shundaq o'z safsatlarni tuzib chiqqan. Mana hozirgi vaqtda degan vaqtda bizga kelgan vaqtda Xitoylar bizning tilimizning o'zini 2-3 sinfdagi bir til
nəhayət özü bir nərsəni ifadələşə yetməydigan qılıb göstərib ballarga. Özünün tilinin özünü alamət dünyadakı həmmə nərsəni ifadələydigan qaltis bir til göstəriş arqılıq milletni aldayatqan işlər var misal. Xuddi şuna qoşub iş. Yəni mundaq aytqan vaqtida Ərəblərdəki şu vaqtdakı diktatorları Xitayning hozirgi diktatorlari o'xshash bo'lgan. Shuning uchun o'zi bizniki ajdodlarimiz shu o'zi ko'tara olmaydigan, qo'polmaydigan shunday holga tushib qolishining butun sabablari nima degan vaqtida shu hamma sohadan til jihatda monopol qilingan, e'tiqod jihatda monopol qilingan, madaniyat jihatda monopol qilingan, siyosat, iqtisod hamma jihatda monopol qilinganligi uchun o'ziniki kallasini ishiltish orqali bir yo'l topolmaydigan bundaq bir holat shakllanib qolgan. Yana birisi Arabcha bilgan odamlarning o'zini alohida bilish orqali uchun Arabcha bilganligi uchun Arabcha o'zi shar o'zi bu yerda bir so'zlashib shunda o'zi yaxshi bilib ketgan emas. Boy deganga o'xshash to'rttal Arabchani bilgandekilla u millatning oldida alohida bir odam. Bir yerda o'zi to'y to'kun, nazarchiroq bir yig'ilishib qolgan vaqtida to'niki eng o'zi yuqorisida o'ltirg'izib buning o'zini Arabcha bilganligi uchun bu atgan narsa. Aşıdaq qilish orqali millatga degan vaqtida millatning tilini o'zining tilga ko'ngil bo'lmaydigan mundaq bir holatga tushirish maqsad qilingan. Bu o'zi Xitoycha o'qiganlarmi mavjud. Misol Xitoycha o'qiganlarni o'zini voy biz degan Minko xan deydi. Biz Arabcha o'qidik, ish bir zaman biz Minko Arab demaymiz o'zimizni. Bir odam o'rischa o'qisa Minko Arab deb, Minko o'ris demaydi. Ama şu Xitaycha o'qiganlar o'zini Minko xan. Biz degan Xitoycha o'qigan insonlar deb o'zini alohida bildigan bunday holat biz shakllangan. Bu intayin o'zi eyib bir ish. Bunday aytgan vaqtida. Xitoycha o'qiding nima, Arabcha o'qiding nima, inglizcha o'qiding nima, u hech bir o'zi uniki faqat sen yana bir odam bilan so'zlashgan vaqtda bir maqsadni ifodalaysiz xolos. Ashuni qilib yaraydi, boshqa hech qanday bir aloyidlik yo'q. O nima o'zi til bilish bir ilm emas. O til bir ilm emas. İlimni boshqalarga yetkazishga o'zi vosita bo'lgan bir qurol, xolos. Yoki maqsadni boshqalarga yetkazishga vositalik rol o'ynaydigan bir qurol. O ilm emas o. Bir odam o'zi arabcha bilib qo'ysa, uni olim deyish, bir odam o'zi inglizcha bilib qo'ysa, uni olim deyish, bu bir ahmoqona bir odamniki ishi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida millatga o'z tilini o'g'itish, o'z tiliningmi, ya'ni biz o'zimizga degan vaqtida Uyg'ur tilini o'g'itish va Uyg'ur tiliniki dunyoda har qanday bir millatniki tili ifodalagan narsalarni ifodalaydigan shunday bir aloyidligining borligining o'zini millatga anglatish lozim. Yani bizning tilimiz hech qanday bir millatniki tilini kam emas, har qanday bir millat ifodalagan bir narsaning o'zini biz o'zimizning tilda ifodalashga tamoman qodir. Ashnaga yetadi bizning tilimiz. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida til tadqiq qilgan insonlarmi davomli tilni tadqiq qilib uni beytadigan taraflarni yaxshi izlanishi lozim va millatga degan vaqtida bizningki tilimiz yetersiz bir til deydigan bir ko'z qarashni tamoman o'zi amaldan qoldirish surullarda o'zimizning tilniki boshqa tillardan hech qanday qilishmaydigan bir til ekanligining o'zini millatga tushuntirish lozim. Masalan Turkiyaga borsak, Turkiyada bolalar shu vatandan chiqqan o'zi 5-10 yil bo'lgan insonlarniki bolalar hammasi turkcha so'zlaydi. Uyga kirsak, hammasining bolalari turkcha so'zlaydi. Tamam, Türkiye'de bo'lgandan keyin maktab bo'lgan chog'da boshqa savoddoshlar bilan hokazo turk so'zlashsa bo'ldi. Ammo uyga kirgan vaqtida uyda Uyg'urcha so'zlash kerak. Uyg'urcha so'zlashmay turib, o bolaga hech qachon o'zi bir Uyg'ur tilini o'rgatib olmaydi. Bir odam boshqa bir tilni o'rganib, uningdan keyin keyingi vaqtda ehtiyoj tushib qolib, uningdan keyin Uyg'urcha o'rgangan vaqtida o adamning kallasi tamamen o'zi boshqa til bilan, boshqa madaniyat bilan format qilingan bo'ldi. O'ylagan vaqtidami o birinchi shu o'rgangan
tilniki eksi, yani masalan, balla inglizce o'qigan bo'lsa, u o'ylaydigan narsani birinchi inglizce o'ylaydi. Undan keyin u gapning o'zini inglizce gapni qarashtirib, gap qilgan vaqtida, uyg'urcha gap qilgan vaqtida shu kallasidagi inglizcening o'zini tarjima qilib gap qilgan bo'ldi balla. Qo'li tungalliga o'xshash o'zi, men ichido, men paloniyaga bordi degan o'xshash gapni qilib, nadiki uyg'urchaga tushmaydigan gapni qilib o'ltirgan gap. Şoň öýde atan olan adamlar davamlıq ballaga uyg'urcha gapni qilib berse, u ýerde başga gapni zady boldy. Özü bilsimi, talaga çykkan çagda o başga milletler bilen, başga ballar bilen, misal, şu yerlik til bilen sözleşip bersin, emma öýge kirgen wagtda faqat atany zady aşynyň özüne uyg'urcha gap kılıp turgandan keyin o balaga uyg'urcha til çykydy. Hiç kaçan özü o bir ýakka ketmedi. Mesela meniň ballarym hemmesi Norvegiýada tuguldy. Hemmesi uyg'urcha bildi hem de. Suwdek bilip ketmesim zaten aşy hali ýaxşy bildi. Ballar öýde atan oga adam öýde zady nan, çay bolsun, iş kılıp öýde kıldygan gapnyň hemmesini biz aşy men şaýadan kelgende gapni kylýdy bersem, ballaga şaýanyky öz şivesi boýunça aşyndak til çykyk misalda. Şunuň üçin atan ogan adam bir ýer kelgen wagtda o milletniki tilini maqtap, andak, mandak dep medeniýetini maqtap, özüniň medeniýetini düşürüp, özüniň tilini düşürüş arkaly kılıç o tilini tamamen monopol kılıp, işlemeýdigan bir tilge aýlandyryp goýganlyk bolup çykady. Şu wagtda o til ülük tilge aýlandy. Hattoki özüniki şahsy üýüniň içidemi o til işletilmeýdigan halatga düşüdi. Şu wagtda tamamen özü milletniki ýokuluşyga asaslangan boldy. Mesela bir ballarımız özüniki Uygur tili bilen Uygurnyň özüne mesela Uygur tili bilen düşengen wagtda o aýrym boldy. Emma o Uygurnyň näme başga bir tilini tolyk ögenip bolup, kiýin Uygurça ögendigen wagtda o başga bir mijazga tamamen öz künüp ketken boldy, mijazy. Şu wagtda Uygurny oýlagan wagtdama başga milletniki mijazy bilen oýladygan boldy. Mesela hazır biz en yakını Türkiye milletli deyimiz. Türkiye milletli bizni oylagan wagtda kandak oylaydy dese, Uygurny oylagandek oylayamaydy hiç bir zaman. O Türk o. Ýa-ki Kazak, Kırgız o özüniki kallasy boýunça oylaydy. Şunuň üçin bu hattoki til digenni adamniki ideologiýasyna ekime täsir kıldygan näse. Ona ýetgen wagtda. Şunuň üçin bu ýerde tilniki özü monopol kılınıp tamamen işlemez alet kilişi yoki dercisini tövenge düşürüp etiş okşaş mundaq işlerini kılış atan o adamga naayet eğer bir cinayet hesaplandı. Çünkü balcaqımız onun özünün tilniki başka milletlerinin tilini qilishmaydiganligini, aşı til bilen her qandaq bir narsani ifadeleşke tamamen mümkün boldiganligini bilişi lazım ve şu vaqtda ögünüşi lazım onun özüni. Onundan keyin o ballarımız meniň bagy bu tilim zady diýalaydy we başga milletniň tilini onda alaýyr bilip ketmeýdi. Yani bundan özü başga milletniň til digen ondak tilini digen gap çykmaýdy bizniki bu gepimizden. Sen başga milletniň tilimi til, bizniň tilimiziň til hemmis okşaş til. Birisi bir cennetden çykkan, ýani biz cehennemden çykkan bir til emas. Hemmisi okşaş özü bir til milletlik tili mesela hem milletliň hemmisi okşaş insanlar yani şu okşaş insan bolgandykin o tilmi şu okşaş insanyň tili. Onda bolgandykin bir til alahydy til, ikinci bir tilniň özü o özü töwen til mundaq bolmaýdy. O töwen til bolup galyşy näme sebäpden boldy diýen wagtda şu millet özüniň tilige ähmiýet bermeslikden boldy. Eger ähmiýet berse o til hiç bir zaman o töwen til bolmaýdy. Mesela öz zamanysda şu 1000 ýyl burun Mehmet Kaşgarynyki zamanlarında şu mollanyň dädide aşıla keş Arapça, Parsça sözläp turýandykin Mehmet Kaşgary aşyna çydymay şu türk tilla diwanyny ýezip gördüm ama bizniki ifadeleýdi mandaq näsini özüni. Dep şu özü kitapny ýezip kaldygan şu wagtyň özünde. Şunuň üçin biz özümüzün tilini yoqtup koyduğun, başka til böyle monopol kılıp olup, onu kontrol kılıp olup,
boshqa tilni alohida bizniki boshqa tilni kontroli ostidagi bir til altida bundaq o'zi tushunish, bundaq muomala qilish nihoyatda ig'ir bir xatolik. Tilniki yana alohidligi, xususiyatlari yoki bo'lmaydi. Uning alohidliklari nima degan vaqtda, o tilni masalan o'zimizniki shu roman, Abdurahim O'tkirliniki yozgan, Zurdun Sabirniki yozgan nimalari, romanlarini o'qiydigan bo'lsak, ham shundaq yaxshi bir narsani o'zini ifodalagan, bir narsani ifodalash kelsa hamda alomat ham ifodalaydi hamda. Buning o'zi nima deydi degan vaqtda fasohat deydi. Fasohat, balog'at deydi-da arab tilida. Fasohat, balog'at deganning o'zi o tilniki fasohatligi hamda go'zalligi mana aytgan vaqtida. Balog'at yana har qanday bir narsani tegi-taktiga yetkazib turib o'zi tushuntirish degan bo'ladi. Shundaq o'zi tushuntirgan narsalar bor bizniki shu romanlarimizda. Shu romanning o'zini o'qib yoki anglab bersa, balla shu bir tal romanni o'qib chiqsa, demakki tilida nurg'unlagan o'zgarishlar, nurg'unlagan ilgirlashlar mavjud bo'ldi. Ya'ni bizning tilimizmi zodi boshqa millatniki har qanday narsani ifodalay oladi degan yerga yetadi. Misol bizniki tilimizda, romanlarimizda Subuydi roman degan kitoblarni o'qigan biz o'z vaqtida. Xitoyniki dangliq bir o'zi kitoblar shu, romanlari. Shu romanning o'zini Xitoyniki shunday dangliq shu romanning o'zini tarjima qilgan vaqtida shu Xitoyning tiliga yetib eshib ketgan bizning tillarimiz. Sinkongniki o'zi, ya'ni G'arbga sayohat degan kino misol, Subuydi roman degan shu Subuydi degan kinolar misolda. Shu kinoning hammasi nima desa, shu tarjima qilgan vaqtida ashundaki ichidagi narsalarni tamoman to'liq ifodalagan holatda tarjima qilgan shu tarjimonlarning o'zi. O qadar go'zal yani. Onun o'zi ichidagi Xitoylarni ko'msa ovozdan bu kinoning o'zini Uyg'urlar ishlagan kino ekan deb qoladi endi. O qadar o'zi go'zal ifodalagan. Ya'ni bu nimani bildirdi desa, ya'ni bizning tilimiz hech bir zaman boshqa bir millatning tilidan qilib qoladigan, boshqa bir millatningki tilidan töven bundaq darajasi töven bundaq ifodalash usuli, ifodalash darajasi uning yetmaydigan bundaq bir til emas, hatto to'liq o'z ifodalay oladigan har qanday narsani. Bundaq bir til ekanligini o'zini ko'rsatdi degan gap. Ya'ni shu 5-boshqarma harakati degan shu Angliyaning filmlari deymiz, 2-dunyo urushining shu Gitler'niki nimalar deymiz. Masalan, shu Sovetniki, Stalin'niki shundaq kinolarning o'zini ko'rsak, kinolarning o'zidimi Uyg'ur tili o qadar go'zal shu narsalarning o'zini ifodalagan. Masalan, ko'rik deymiz. Kinolarni ko'rgan bo'lsa, xuddi shu ichidagi odamlarniki boshqa millat ekanligini ko'rmay, unda quloq bilan tingishgan vaqtida xuddi Uyg'urlar ishlagan kinodek. Shundaq holatda ovoz bergan, shundaq o'zi go'zal ifodalagan. Demakki bu yerdagi maqsad nima degan vaqtida boshqa tilni alohida bilib, o'zimizning tilni bir kichik doiraga kontrol qilib bu yerda monopol qilib olmasdan, uning o'zini agar o'zi to'liq o'rgangan vaqtida nima bo'ladi desa, har qanday narsani ifodalashga yetadigan bir til ekanligini biz o'zi tushuna olamiz degan gap. Shuning uchun biz bu yerda tilimizni monopol qilib olgan, ya'ni boshqa millatlarning tilini alohida bilish, boshqa millatlarning tilining o'zini Xudoning tili, jannatning tili deb xuddi bizning tilimiz jahannamning tiliga o'xshash bundaq muomala qilish nihoyatda ig'ir bir o'zi jinoyat deb hisoblandi bizga. Shuning uchun bizniki bo'libmi diniy sohadagi odamlarda bundaq ishlar nihoyat ig'ir. Ya'ni boshqa shu arab tiliga, fors tillariga ko'ngil bildigan, o'zining tiliga kelgancha desa ko'ngil bilmaydi. Hozir shu tarjima qilgan kitoblarni qarasa, shu bir oliy maktabni hech bo'lmasa boshlang'ich yani to'liq o'tirning o'zini o'qib, uningdagi maktabda o'qiganlari, ya'ni diniy maktabda o'qiganlari nihoyat oz bo'lganligi uchun ana nim qavaq tarjima qilgan vaqtidami, arab tilini tarjima qilgan vaqtidami, shu hozirgi zamon Uyg'ur tiliga yaqinlashtirib, bundaq bir tarjima qilmagan kitoblar jiq. Nima uchun degan vaqtda o'zining tilini yaxshi bilmaydi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda
birinchi o'zimizning tiliga nihoyat ahamiyat berish, o'zimizning tilni nihoyat yaxshi bilishimiz lozim. Buningdan o'zi boshqa tilni bilishga hojat yo'q degan gap chiqmaydi. Biz o'zimiznikini yaxshi bilish va ikkinchi tilning ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi bo'lsa 10-chi, 20-chi tilning o'zini bilib ketsin mayli. Unda hech qanday nima yo'q. Ammo o'zingning tilni bilmay turib, 100 xil tilni bilib ketsangmi, o seniki Uyg'urni ifodalaydigan hech qanday bir narsang yo'q. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida o'z tilimizning o'zini boshqa tilniki soyasida, boshqa tilni kontrolli ostida monopol qilib qo'yish bu nihoyat og'ir jinoyat, haqorat tilimiz qilingan. Ajdodlarimiz qilingan o'zi bir haqorat, ya'ni. Ballarga uni ustiga til o'rgatgan vaqtida yoki boshqa tilniki o'zi alomat, o'zi hamma narsani ajoyib o'zi bir o'zi ifodalayotgan qilib, undaq o'zi so'zlab yurishga hech qanday hojat yo'q. Bizning tilimiz o'xshashli bir til ekanligini desaklar bo'ldi. Ortiq o'zi hech qanday narsa yo'q. Bilsak, o'zimizning tilni to'liq bilgan vaqtida boy deganga o'xshash hamma narsani yana ifodalay olamiz. Shuning uchun bu yerda biz asla o'zi boshqa tilni o'zimizning tilniki ustiga qo'yishimiz, o'zimizning tilga ahamiyat bermaslik bu nihoyatda bir o'zi qilg'imizniki nihoyat satlashib ketgan yerlar misol. Hozir misol Saudiya Arabistonga misol borsak, aşağıya o'z vaqtida 80 ming Uyg'ur ketgan deydi-ki, hozir bir 80 Uyg'urchani to'liq so'zlaydigan 80 Uyg'ur bormi yoki 800 Uyg'ur bormi uni bilmaymiz misolda. Yani o kadar jiq Uyg'ur ketib, aşağıda butunlay assimilyatsiya bo'lib, tilini, madaniyatini tamamen yo'qotishning butun sabablari nima degan vaqtda o'zini kichik ko'rish, o'zining til, madaniyatini kichik ko'rish, töven ko'rish va boshqa yani arabniki madaniyatini, arab tilini alohida bilish. Bo'lganligi uchun u o'ziniki arabcha, aşağı ko'rib arabcha o'rganganlikka va bolalarniki tamamen arablashib, arab bo'lib ketganligi qo'shilganlikdan bo'lgan narsa. Buni o'zi qanchinchilik ekanligi aniq bilmasammi, ammo shu Erkin Asar radiosiga deymi, birsiga bir intervyu bergan bir odamniki nimasini anglaganman. Yani bolalarniki arab so'zlaganligiga, arablashib ketganligi qo'shilganligi, chunki u qiyomat kunsi Alloh taolo jannatda o'zi, yani Alloh taolo qiyomat kunsi arab so'zlaydigan bo'lganligi uchun bolalarniki arablashib ketganlikka u odamning rozi bo'lganligi to'g'riliq shunday gaplarni anglaganman shu vaqtda. Bu nihoyat og'ir bir jinoyat. Chunki u tilniki orasida Allohning tili deydigan hech qanday bir til yo'q. Alloh dunyodagi qancha ming millat bo'lishini qat'iy nazar uning hammasining tilini bildi. Alloh va insonning orasida tarjimon ketmaydi. Shuning uchun bu yerda biz o'zimizni to'van tushirib, o'zimizning millatini, milliy kimligimizga munosabatli narsalarimizni to'van tushirib, boshqalarnikini yuqori ko'rsatadigan, o'zimiz yuqori ko'radigan va boshqalarga, avlodlarimizga yuqori ko'rsatadigan bunday ishlarni qilishimiz nihoyat xatarlik. Masalan, O'rta Osiyo bilan Turkiyani misol olsak, Turkiyadagi Uyg'urlar hammasi turklarni nihoyat cho'ng bildi. Uning uchun u yerdagi Uyg'urlar 6 kunda o'zi assimilyatsiya bo'lib, hammasi qilajak, etijak deb aşağıda o'zi arabcha nima turk so'zlab, bolalarni hammasi turk so'zlagan xo'sh bo'lib yurdi. Andaki o bolalar az kundan keyin o turk so'zlagandan keyin tili birning dili bir degan bir gap bor bizda. Shuni o tili birlashib ketgandan keyin madaniyatniki nurg'un qismlari birlashib ketdi degan gap. Shuni o bolalar berib turkka tegib qizlarimiz, o'g'illarimiz turkni elib, shuni aşağıda yo'qolib ketgan gap. Turkiyaga chiqishda maqsad o'zimizni saqlab qolishmi yoki yo'qib ketishmi? Masalan, vatanning sirtiga chiqishdagi maqsadimiz biz vatanning sirtiga chiqib yo'qib ketishmi yoki bo'lmaydi? Mavjudligimizni saqlab qolish uchun chiqdikmi? Buning o'zini biz bilishimiz lozim. Vatanning sirtiga chiqib lekin boshqa millatniki madaniyati, tili, hamma narsani alohida bilib, o'zimizniki kelgan chaqda xuddi o'zi hech narsaga yaramaydigan narsa holatida ko'rish, bu o'zi bolalarimizniki
tez yo'qolib ketishniki asosi bo'ldi. Masalan, O'rta Osiyo'niki masalasi kelsak bo'lsa, O'rta Osiyoda Uyg'ur jiq deymiz. Lekin Uyg'ur jiq bo'lgan bilan u yerdagi Uyg'ur bo'lsa, o'zini boshqa millatlardan madaniyat jihatda yuqori ko'rdi. Amaliyotda yuqori zot Uyg'urlarning madaniyati. Unda bo'lgandan keyin u yerdagi Uyg'urlar boshqa millatning o'zini farqli hisoblaydi va boshqa millatlarimiz zaten o qozoqlar, qirg'izlar bo'lsin, Uyg'urlarning madaniyat sohasidagi ishlariga hurmat qildi zodi. Hurmat qilgudek darajada bir madaniyatimiz bo'lganligi uchun. Shu u yerdagi degan vaqtda u madaniyatimizda, ya'ni tilimizda hech bo'lmasa o'zimiz Uyg'urlik ching turdi. Ham u yerda hozirgi vaqtda boshqa yerlik millatlarga to'y qilgan ishlarni övcep ketiklik, aşınanğa öz diqqat qilish lozim. Bizde bir gap bor, ata bobomizning qolgan. Boshqa millatdan qiz elishga bo'ladi, qiz berishga bo'lmaydi deydigan bir nim bor. Bu o'z ata bobomizning kelgan bir go'zal bir so'z, go'zal bir nasihat uni aytgan vaqtida. Boshqa millatga qiz bergandan keyin u qiz yo'qolib ketadi. Ya'ni shu boshqa millat bo'lib ketadi. Kız alsa, o oğul alıp noç olsa, o kızın özünü asımilasiya qilib, o yerda Uyg'urlashtirib oladi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda qiz berish kelib qolsa boshqa millatga o'z millatimizga bergan vaqtda ikki qatim o'ylansak, u boshqa millatga bergan vaqtda 2000 qatim o'ylanish lozim. Shuning uchun O'rta Osiyolik qarindoshlarga va dunyoning har qanday yerlik qarindoshlarga deydiganimiz nima degan vaqtda balalarimizga o'zimizning madaniyati, tilini, ya'ni tilni o'rgatishdagi maqsad shu madaniyatimizni hammasini to'g'ri yaxshi o'rganish uchun o'rgatamiz. Shuni yaxshi o'rgatib, balalarimizning o'zini Uyg'ur ruhi bilan tarbiyalagan vaqtda u balalar o'ziga o'xshash Uyg'urni izlaydigan bo'ldi. Qizlarimiz Uyg'ur yigitini izlaydigan bo'ldi. O'g'illarimiz Uyg'ur qizlarini izlaydigan bo'ldi. Shuning bilan o'zi bizniki assimilasiya bo'lmay davomlashishimiz ashyadan bo'ldi. Shuning uchun bu tilimizniki boshqa millatdan kam hech qanday bir yeri yo'q. Boshqa millatniki tili dunyoda har qanday narsani ifodalagan bo'lsa, biznikimi uningga yetarli holatda ifodalash qobiliyatiga, kuchiga ega. Hamda tilniki Qur'ondagi o'rni qandaq? Degan vaqtda Qur'ondagi ishiltish o'rni tilda o'z to'g'ri so'zlarni qilish, rost so'zlarni qilish, boshqalarga to'g'ri nasihatlarni qilish, g'iybat qilmaslik, haqorat qilmaslik, bo'hton chaplamaslik, boshqalarga go'zal so'zlarni qilish, bu o'zi Qur'on uningdan boshqa nurg'un nimalar bor. Shunga o'xshash o'zi yaxshi ishlarga ishiltish bu Qur'oni Karim belgilagan bir belgilama. Qur'oni Karim tilniki alohidligini so'zlab, nima deydi degan vaqtda tilni Qur'oni Karim sura Rumniki 22-oyatida "Va min ayatihi xalqus samawati vel ardi va ixtilafu alwanikum va alsinatikum inna fi zalika laayatin lil alamin" deb bayon qildi. Ya'ni Alloh taolaniki bor va birlikka bo'lgan dalil isbotlarning jumlasidandir. Osmon zaminniki yaratilishi. Ya'ni osmon zaminniki ashundaq tug'an holati va insonlarniki tiliniki har xil bo'lishi, rangining har xil bo'lishi Alloh taolaniki bor va birliginiki dalil isbotlaridan deydi Alloh taolo. Ya'ni til, ya'ni bir millatning tili Alloh taolaniki bor va birliginiki dalilniki bir tal dalilga dalil degan gap endi. Dalilning birsi ya'ni mana aytgan vaqtida. Endi agar bir millat o'zining tilini yo'qotgan vaqtda qanday bo'ldi degan vaqtda Alloh taolo insonga bergan bu alohidlikni, bu oyatning o'zining bor va birlikka bo'lgan dalilning o'zini yo'qotgan bo'ldi. Ya'ni Alloh taologa, Allohning diniga xiyonat qilgan bo'ldi. O'z tilini yo'qotgan insonlar ikkinchidan degan vaqtda ajdodlariga xiyonat qilgan bo'ldi. Ajdodlarimiz shundaq o'zi o fasohatlik, go'zal tilning o'zini bizga omonat qo'ysa,
biz ajdodlarimizniki omonati xiyonat qilib, xoinlik qilib, bu yerda tilga ega chiqmaganligimiz, u bizniki ajdodlarimizga xiyonat qilganlik, millatga xoinlik qilganlik bo'ldi. Milliy mavjudlikqa xoinlik qilgan bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz o'zimiz bilgandek bolalarımizga ham uni bildirishimiz va Uyg'ur tili orqali o'zimizniki madaniyati, urf-odatning o'zini tushuntirishimiz bu nihoyat muhim. Yani o'zi Sura Hujuratniki 10-oyatida Ya eyyuhan nasu inna xalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innalloha alimun xabir degan mush oyatning o'zida nima deydi degan vaqtda sizlarni Alloh taolo deydiki shu'uban va qabaila ya'ni aymoq va qabila qilib yaratdik deydi-da. Nima uchun degan vaqtda lita'arafu bir-biringlar bilan ma'rifda o'zi bahslashishinglar uchun. Bu nima degan bo'ldi degan vaqtda bir yerda 2-3 millat birga yashagan vaqtida u millatniki har birisiniki o'zi ijod qilgan narsa ayrim-ayrim bo'ldi. Ayrim-ayrim bo'lgandan keyin u millatlar bir-birisiniki shu alohidligidan o'rganish orqali yana undan yuksak bir narsaning o'zini o'ttirga chiqardi. Misol buningga Türkiye'ni misalga alsak, Türkiye'de misal Rimliklarniki, yani Rumniki özü şu taş nimalardan binani öz taşlı yasaş, Türklerin taşlı yasaş şundaq narsalardan faydalanganki öz vaqtida Türkler keyin bu yerga kelgan vaqtida hozir mechitlarning o'zini, jamilarning o'zini yasagan vaqtida qanday qildisa, shu Rumliklarniki qo'shash, ayndaq öz Türklarni taşda Hazır dünyanın haqqası yerlerde şundaq yasaydı. Ve lekin bunun neçə yüz yıl burun yasagan binalarning o'zimi şundaq taşlı yasagan Türklerning o'zini ayndaq binaları var Türkiye'niki. Osmanlı zamanlarda. O nima degan vaqtda Türkler şu vaqtda boshqa o'zi madaniyat, boshqa millatdan şu madaniyatning o'zini binokorlikdagi shundaq madaniyatni o'rganish orqali ustidagi gumbazning o'zini qoldirib qo'ygan Şu gumbazning o'zini shundaq Türklarni qo'yib to'pib qo'ygandan keyin u Türklarniki yangidan bir o'zi ijod qilingan bir madaniyatiga o'zi nim qilgan endi o'tgan. Demak bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Alloh taolo insonlarni millat va qabila qilib yaratishdagi maqsadimi bir-birisi bilan so'qishib o'zi jadal qilish uchun emas. Har bir o'z yasagan narsani o'ttirib chiqargandan keyin u narsadan insonlar ya'ni har millat o'zi foydalanib Unudun yani alohida yani bir narsani ijod qilish. Masalan, Besli Chaponniki har yerlarga har xil gullarni tikkan bo'lsa, Uyg'urlar yana bir xil gulni tikkan bo'lsa, u yerda bundaq o'zi shundaq chaponni tikadigan insonlar to'xtabdi. Aniki ma gulning o'zini mayaga qo'ysam, texmi go'zal bir narsa chiqar ekan. Deyish orqali texmi o'zi bir-biriniki shundaq madaniyatlarni almashtirish orqali texmi yuksak bir madaniyat barpo qilish uchun Alloh taolo bu yerda nima qilgan desa, millatlar qilib, qabila qilib yaratganligining o'zini sababini shundoq deb tushuntiryapti. Qur'onda millatini suyish, millatchilik qilish, ya'ni millatchilik qilish, millatini suyish bu nihoyatda o'zi go'zal bir ish ekanligining o'zini bayon qildi. Ama milletçilik qilish milletin suyish bilan cheklanishi va boshqa millatni haqorat qilishga ep bo'lmasligi to'g'riliq bayon qildi Qur'on. Shuning uchun "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbulloha adwan bighayri ilmin" degan oyat, "La yaskhar qawmun an qawmin" degan oyatlarning hammasi nima desa, bir dindagi insonlar ikkinchi bir dindagi insonlarni haqorat qilmaslik, bir millat ikkinchi bir millatni haqorat qilmaslikni o'z bayon qildi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida hozir til to'g'riliq to'xtalyapmiz. Ya'ni shu boshqa millatni haqorat qiladigan, boshqa millatni so'kadigan narsa til bo'lganligi uchun u yerda biz o'zi tilimizni Alloh taolo ashundaq yerda chekining o'zini biz ko'rsatib qo'yganlik. Ya'ni
Til her millatniki milliy kimligini namoyon qiladigan, tunishtiradigan eng muhim o'zi qoral. Til orqali, o'zimizning til orqali Uyg'ur madaniyatini, Uyg'ur urf-odatini, Uyg'ur tarixini va Uyg'urniki milliy kimlikka munosabatli har qanday narsani boshqa millatga til orqali tushuntiramiz. Yoki bo'lmaydi o'z avlodlarimizga shu o'z tilimizni yaxshi o'rgatish orqali o'zimizniki madaniyatimizni, har narsamizning o'zini, milliy kimligimizga munosabatli narsani o'zini tushuntiramiz. Agar bir millat o'zining tilidan ayrilib qolgan vaqtida o'ziniki milliy kimligidan va milliy ruhidan ayrilib qolgan bo'ldi. Ya'ni milliy kimlik va milliy ruhiniki ko'p qismidan ayrilib qolgan bo'ldi mana shu vaqt. Bütün hamma tarafni o'lmagan taqdirdami, nurg'un taraflari o'lgan bo'ldi. Chunki boy deganga o'xshash, masalan, men faqatla o'zi Arabiston turib, arab so'zlab o'rgangan vaqtida mening mijoz xulqim tamoman arablashib ketgan bo'ldi. Bir Uyg'urni qishib olgan vaqtida, Uyg'urniki mijoz xulqining o'zini men yoqtirmaydigan bir holat shakllandi. Tamoqlarini yoqtirmaydigan, kiyim-kechaklarini yoqtirmaydigan, gap so'zlarini yoqtirmaydigan bir holat shakllandi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida o'zimizning tilni o'rganish va o'rgatish avlodlarimizga birinchi farz ekanligi. Alloh taolaning bo'libmi Qur'oni Karimdagi Alloh taolaning insonlarga qo'ygan bir omonat ekanligi, ajdodlarimizning omonat ekanligi va millatimizniki milliy mavjudlig'iniki namoyandasi ekanligi, asos ekanligini bilishimiz lozim. Her millet öz tilde sözlüge vaqtida o özü öz milletinin özünü, milli mevcutluğunu şu sözlügenlik velallah milli mevcutluğunu ki bir kısım, asasen özü köp kısımlarının özünü, köp kısmını namayan qilgan bo'ldi. Yani biz bir yerde bir Uygur bilan Uygur sözleşken vaqtida başka millet derhallikin bizni Uygur ekanligimizni biladi. Yani şu yerde biz Uygur kimligining o'zini namoyon qilgan bo'lamiz. Mani kimligi Uyg'urga deb boshqalar bildi. Biz bu yerda vat Angliyaga kelib o'tirib, o'zi ingliz so'zlab o'ltirsak, u vaqt nima deydi desa, boshqa millat bizni bilmaydi u vaqtda. Bizniki do'ppini kiyib, Uyg'urcha so'zlab mang'inimizning o'zimi hozirgi vaqtda nima desa, milliy mavjudligimiz uchun qilingan bir kurash bo'lib hisoblanadi. İnqilab davamlı bayrak götürüş bilen bo'lmaydi, qoral götürüş bilen bo'lmaydi. O bayrak götürdiği vaqtda bayrak götürdiğen gap, qoral götürdiği vaqtda qoral götürdiğen gap. Onu da başka vaqt desa davamlıq o'zi biz şu do'ppimizni kiyib, Uyg'urchamizni ravur so'zlab, shunday bansaqmi? Boshqalar o'zi bilmay qolgan bo'lsa, "Voy sen qaysi millat" degandiklar, bizning tilimizni anglab, "Sen qaysi millat" deb so'raydi bu yerda, bu Angliyada ko'p uchurtimiz undaq ishlarning o'zini. Qaysi millat degandikin, Uyg'ur degandikin, o yer birinchi so'zlab o'zimizniki Uyg'urligimizni va Uyg'ur xalqimizni va hozirgi bo'layotgan ahvolimizning o'zini tunishtirib olishga ham fursat chiqadi degan gap. Shuning uchun bu yerda Uyg'ur tilimiz, ya'ni ona tilining o'zini o'rgatish avlodlarimizga bu nəhayəti muhim ekanligini o'zini bildirdi. Bunun o'zini boshqa millatning tilining ostida qo'yib qo'yish, boshqa millatning tiliniki ostida uni monopol qilib olish, o butunlay jinoyat hisoblandi. Shuning uchun hurmatli qarindoshlar, Qur'oni Karimda va amma bi ni'mati robbika fahaddis degan oyatlar va uningga nurg'unlagan oyatlar va Alloh taolaniki bergan ne'matlarini so'zla degan o'zi oyat o. O ne'matning birisi nima degan vaqtida Alloh taolo bizni Uyg'ur qilib yaratganligi, tilimizni Uyg'ur tilida so'zlaydigan qilib yaratganligi Alloh taolaniki bizga bergan bir ne'mati. Bu ne'matga tuzkorlik qilib,
Avlatlarımızga to'g'ri tuzuk o'rgatmay, uningdan o'zi qizlarimiz boshqa millatga ketayotgan, o'g'illarimiz boshqa millatni elayotgan bundaq holatni shakllantirish, yuqorida biz deb o'tganga o'xshash, milliy mavjudligimizniki yiltizga palto urganlik, ajdodlarimizga va millatimizga xiyonat qilganlik. Alloh taoloniki boshqa har xil tilda yaratganligi, ya'ni Alloh taoloniki bir oyatiga xiyonat qilganlik bo'lib hisoblanadi. Alloh taoloning bor va birligi dalolat qilgan bir dalilga biz xiyonat qilgan bo'lamiz. Shuning uchun biz bu tilimizni hech bir zaman boshqa bir tilniki monopoli ostida qo'ymasligimiz, uning o'zini mustaqil bir til holatida tunishimiz va mustaqil bir til holatida muomala qilishimiz va o'rgatishimiz lozim bolalarimizga. Xo'sh. He, Allah razı olsun, rahmet. Hem de şu Kur'an'da nazar, bunun da böyle bir dini program boğaçka, hem milli nümümüzden ve yüzümüzden Uygur tilimizi qoğdaştan mühim ekanligini hem sözledik. Bunun dini asaslarını dep öttüler. Bu bizim vatanda bir ömür hem de mesela dini mektepke bağsa, ma penli mektepte okugan bilmeden okumaydıgan, yakımız hiçimiz Uygur tilini mi alaka? Gramatika, til edebiyat degenlerde kat okumaydı da. Şunun olar onundan kin hatta alığı dinde okuganlar pende okuganlar düşman kurduğun böyle bir halatlar bağçı uçu. Tamam bunu Xitay üzü keltirip çıkardı, Komünist Partiya keltirdi mi değil. Şunu atıp kutullayım düşün. Ama hayatta yine başka yere çıkan çaktım ha yine için. Yine aşağıda göz karışlar mevcutçu. Şu anda bu Arap dilini nahaydi çoğun bilip gidip onu diye mesela Suudi Arabistan'dakisini radyoda anlayan yıllık adam nimişki pəxrində dese özünün Uygur milleti bo'lib qolganligini xo'rlik his qilib, shuni uni Arabga assimilyatsiya bo'lib ketganini sharaf his qilyapti. Asli nihoyatda sharafsizlik deb his qilish kerak uni uchun. Albatta. Ammo uningga u odam diniy asos turg'izganchu. Ama Xitoylar nimishqa bizga irqiy qirg'inchilik qilyapti desa, biz 75-80 yilning yanqisi bu Xitoy şu kadar zulüm qilibmi, yine binas qilibmi, bizning tilimizni qo'limizga ololmagan. Oxiri bu biroqlan bularda shu beldilni o'misak, peydin qiqmasak bo'lmaydi ekan. Bularni majburiy assimilyatsiya qilmasak, kamqit qilgan tiqib, bolalarni ota-onasidan orib olib, o'shanda qilmasak bo'lmaydi ekan degan yetmaydi qilg'iliqchi. U yerda bizda bir o'zimizning milliy g'ururini qo'g'dash, bularni ana tilini qo'g'dash faoliyati bo'ldi, kurash qildi xalqimizcha. Hozir uni o'tayotdi. Ammo chet el desin degandek, men shundoq arab tilini xudoning tili yoki jannatning tili deb cho'ng bilib, o'zi tug'gan davlatning tilini o'rganmasdan hattochu. Turkiyada tug'anlar turkchani bilmaydi. Kurtlar Vadisi qarab yoki bo'lmasa Ashqo Mamnu degan nimalarga qarab televizorni o'rganib olgancha. Bir til